Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlar bilan ekspert videolar haqida gaplashmoqchiman. Yaqinda bir voqea bo'ldi. Bir mijozim, bir mijozimning yoniga borib, ularning auditoriyalari ayollar bo'lganligi sababli o'zim borib syomkalarda qatnashib, syomka qilib yurgan paytimda yana bir bo'lajak mijoz, potensial mijoz menga savol berib qoldi. Siz ekspert videolari olasizmi? Ekspertni videolar montaj qilib berasizmi? deb savol javob qilingan ekspert videoni ko'rsatdi u qiz menga. Keyin men javob berdim-da, bu savol javob video deb ataladi desam, yo'q, bu ekspert video deyiladi. Hozir ko'proqqa chiqadigan video bu, unaqa deb xullas o'z fikrlarini bildirdilar. Bundan men xulosa qildimki, bizni hozir Instagram yuritish tartibimiz u o'rganish asosida ko'pchilik ekspertlarning o'qizimiz parda tikish bilan, parda pashif bilan shug'ullanar ekanlar, ham Instagramlarni yuritar ekanlar. Va o'yladimki, demak men ekspert videolar haqida ma'lumot berishim kerak ekan deb. Chunki balki ularda SMM mutaxassislari ekspert videolar faqat savol javobga asoslangan ekspert videolardan iborat deb aytgan bo'lishlari mumkin. Ularni tasavvurlarida shunaqa videolar faqat savol javob videolar, ekspert videolar bo'lib qolgan deb qolgan ekan. Shuning uchun men bugun qaror qildimki, ekspert videolar haqida sizga ozgina ma'lumot beraman, onlayn dars tashkil qilaman deb qaror qildim. Xo'p, demak boshladik. Ekspert video nima? Instagram va YouTube'da, endi O'zbekistonda ko'proq Instagram va YouTube ishlatilganligi uchun Instagram va YouTube misolida keltirdim bu ekspert video darsligimni. Instagram va YouTube'da ekspertlikni ko'rsatish, auditoriya yig'ish va mijozga aylantirish bu ekspert video orqali amalga oshiriladigan tushuncha hisoblanadi. Biz bugungi darsda ekspert video nima uchun kerak, qanday turlari bor, qaysi platformada, qaysi format ishlaydi, hamda ekspert videoni qanday sotuvga olib borish mumkin degan savollarga javob beramiz. Xo'p, ekspert video nima? Ekspert video bu shunchaki kamera qarshisida gapirish emas, balki siz o'z bilimingizni auditoriya uchun foydali kontentga aylantirishdir. Bugun sizga marketing haqida gapirib beraman deyish bu oddiy videoning formati hisoblanadi. Ekspert videoda biz birinchi muammo beramiz, keyin u muammoga yechim beramiz. Masalan, Instagramda ko'rishlar soni sizda ko'p, lekin mijoz kam. Bunda sizda 3 ta sabab bor. Problem solving beryapmiz. 3 ta sabab bor. Va sabablarini sanab o'tamiz, hamda sabablarini qanday bartaraf etish mumkinligi haqida gapirib beramiz. Nima uchun bizga ekspert videolar kerak? To'g'ri, hozir ko'proq ekspert videolar chiqyapti, chunki oddiy videolardan ko'ra ekspert videolarga talab katta bozorimizda, ayniqsa O'zbekistonda, o'zbek kontentda. Shuning uchun, chunki ekspert video ko'rganingizda avval ko'rasiz, keyin ishonasiz. Avval masalan shu pardachi qizimizni misolida oladigan bo'lsak, pardalarini tikkan pardalarini ko'ramiz natijasini, keyin parda zakaz qilamiz. Ko'rishing bu content makerga nima beradi? Ko'rishlar sonini, ya'ni axvatni oshirib beradi. Bilimingizni namoyish qiladi. Siz qanchalik darajada ekspertsiz o'sha sohada. Masalan, men marketing sohasida ekspert video qiladigan bo'lsam, u meni marketing sohasida qanchalik bilimim borligini ko'rsatib beradi. Agar pardachi qizimiz ekspert video qiladigan bo'lsa, u o'sha tikish sohasida, parda tikish sohasidagi bilimi qanchalik borligini ko'rsatib beradi. Gрамотный ekan, demak yaxshi tikadi deb o'ylaymiz. Keyin ishonch paydo bo'ladi bizda sekin-sekin. Keyin to'g'ri auditoriya yig'ilib boradi. Ya'ni biz marketing to'g'risida video qilyapmizmi? Demak, shu marketingga qiziquvchi shaxslar yig'iladi auditoriyamizda. Yoki SMM bo'yicha video qilyapmizmi? Shu SMM ga qiziquvchilar yig'iladi
auditoriyamizda xizmat yoki mahsulot sotuvini bizga osonlashtirib beradi bu ekspert videolar. Eng muhimi, bizni faqatgina content maker sifatida emas, balki muammoni hal qila oladigan mutaxassis sifatida, sizdagi og'riqli nuqtani hal qilib bera oladigan mutaxassis sifatida bizni pozitsionировать qiladi bozorda. Hop, ekspert videolarning 5 ta asosiy turi bor. Educational, ya'ni ta'limiy videolar. Masalan, target reklama qilishda 3 ta eng katta xato degan sarlavhali video ko'rsangiz, demak bu sizga target reklamani to'g'ri yoqishni o'rgatmoqchi bo'lgan video hisoblanadi. Bu educational, ya'ni ta'lim beradigan video, qanaqadir bilim bilan ulashiladigan video hisoblanadi. Keyingisi bu problem solving, ya'ni Instagramda mijoz kelmayaptimi? Avval shu 4 ta narsani tekshiring degan hook bilan berilgan video ko'radigan bo'lsangiz, demak u sizdagi muammoni aytyapti va o'sha muammongizga yechib bermoqchi. O'sha 4 ta narsani tekshirish orqali siz bu vaziyatni qanday to'g'rilashingiz mumkinligi haqida aytib bermoqchi. Yani analytical, ya'ni tahliliy video bo'lishi mumkin. Masalan, nega Instagram sahifasi yaxshi sotuv qilmoqda? Допустим, manda Instagramda 4000 ta подписчик bor, lekin kurslarim har bir potokda 200-200 ta o'quvchilarim bitirib chiqadi. Nega? Ba'zilarda подписчики 100 000 ta bo'ladi, lekin biror bir kurs sota olmaydi yoki 10 ta, 20 ta odamga sotib beradi. Nega? Chunki manda целевой auditoriya yig'ilgan. Ularda целевой auditoriya yig'ilmagan bo'lishi mumkin yoki ular o'sha qilayotgan kurslarni yetkazib bera olmayotgan bo'lishi mumkin men yetkazganchalik. Storytelling. 7 yil oldin marketingni boshlaganimda men ham shu xatoni qilganman deb videoni boshlamoqchi bo'lsam, demak men o'sha o'zimni ekspertlik darajasiga kelgunimga qadar bo'lgan bosib o'tgan yo'limni aytib bermoqchiman. Bu men hikoya ko'rinishida, storytelling ko'rinishida aytib beryapman bu videoda. Va конечно, opinion, ya'ni fikr bildiradigan videolar. Masalan, menimcha 2026-yilda SMM mutaxassis faqat kontent yaratishni bilishi shart emas, yetarli emas, balki AI bilan AIdan foydalanishni bilishi ham kerak. Degan video oladigan bo'lsam, demak bu men fikrim bermoqchiman. Bu meni fikrim, shaxsiy fikrim, u qonun emas, fandagi qoida emas va hokazo. Bu fikr ekspertlik natijasida, ya'ni tajriba natijasida kelgan fikr. Bu to'g'ri bo'lishi ham mumkin, qaysidir sohada ishlamasligi ham mumkin. Endi 5 ta qadam bor ekspert videolarni yo'lga qo'yishi. Hook beramiz, muammo beramiz, o'sha muammoga value deymiz, ya'ni qadrli fikr beramiz, ya'ni muammoni yechadigan fikr beramiz va isbotlab beramiz. Biz keysimiz, tajribamiz, natijamiz orqali isbotlab beramiz va keyingi harakatda aytamiz. Profilimga obuna bo'ling va bundanda ko'proq ma'lumotlarga ega bo'ling. Profilimga obuna bo'ling va ozish bo'yicha ko'proq maslahatlarni oling. Profilimga ega bo'ling va profilimga obuna bo'ling va допустим face fit bo'yicha kursimni bepulga qo'lga kiriting va hokazo. Agar Instagramingizda 10 000 ta подписчик bo'lsa-yu, lekin sotuv qila olmasangiz, menga yozing, direct message-ga yozing degan hooklarni, CTA'larni berishimiz mumkin. Qaysi platforma, endi savol tug'iladi, tabiiyki, qaysi platformada qaysi format ishlaydi degan savol. Ya'ni mana shu 5 ta formatdan qaysinisi Instagramda, qaysinisi YouTube'da ishlaydi degan savolga javob beramiz. Instagramda bilamiz, ko'proq qisqa, tezkor, emotsionali kontentlar ishlaydi. Quick tiplar, ya'ni 30 soniyada ma'noni to'g'rilashimiz mumkin, 30 soniyada bu ishni hal qilishimiz mumkin, 30 soniyada Instagramingizda nima uchun sotuv bo'lmayotganini aytib berishim mumkin degan, yoki bo'lmasa mijozlarim qiladigan top 5 ta xatolik, meni Instagramimni rivojlanishga yordam bergan top 5 ta tip va hokazo. Mif aytishimiz mumkin, ya'ni marketing haqida sizga noto'g'ri aytishgan 3 ta gap. Masalan, men aytishim mumkin. SMM to'g'risida sizga noto'g'ri aytishgan 3 ta gap. Birinchisi bu target
targetga yoqsangiz ishi zo'r bo'lib ketadi degan gap xato. Har qanday SMMchi targetga yoqishni biladi hozirgi kunda, lekin har qanday SMMchi ham sizga sotuv keltirib bera olmaydi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Ya'ni yana bittasi SMM haqida yana bitta afsona bu zo'r video qo'ysam, albatta axlat oshadi. To'g'ri, axlat oshadi, lekin oshmasligi ham mumkin. Videoni to'g'ri paytda, to'g'ri joyda qo'yishni bilish kerak uning uchun. Yoki bo'lmasa storytelling va hokazo. Case bilan ishlash qisqa videolarnida mana shu ma'lumotlarni kiritib ketsak, bizda Instagram algoritmlari yaxshiroq tushunadi. YouTube ko'proq masalaga chuqurroq kirishni yaxshi ko'radi. Chuqurroq kirib, misollar bilan keltirib, ishonchni hosil qilishimiz kerak. Tutoriallar, noldan SMM strategiya qanday tuzilishi mumkin? Case study'lar, Instagram sahifasini qanday tahlil qilish kerak? Bunda albatta qisqa video bilan biz qutulib qola olmaymiz. Bunda tutorial yasashimiz kerak. Instagram sahifasini qanday tahlil qilamiz? Highlightlarni qanday tahlil qilamiz va hokazo. Ya'ni bizda watch time bo'lishi kerak. YouTube algoritmlari yaxshiroq tushunish uchun. To'g'ri, YouTube Shorts yaxshi zalitset qiladi, lekin Shortsga siz ekspert video sifatida uzun video qo'ygan bo'lishingiz kerak. Bitta g'oya orqali 10 tadan ko'p kontent qilishimiz mumkin. Ya'ni Reelslardan foydalangan holatda YouTube'da, ya'ni nega Instagramda sotuv yo'q degan mavzuga biz YouTube'ga uzun video qo'yib berishimiz mumkin. 15-20 minutlik video qo'yib berishimiz mumkin. Instagramda sotuvni oshirishning 7 ta strategiyasi. Har bir strategiyani alohida qilib Reelslarga bo'lib chiqishimiz ham mumkin. Aynan o'sha videoni o'zini. Yoki Instagramda sotuv yo'qligining 3 ta sababi. Bu Reels bo'lishi mumkin. Chunki unda qisqa ma'lumot beryapmiz. 3 ta yana ma'lumot. Obunachi ko'p, lekin mijoz yo'q. Bitta hook aytamiz. Obunachi ko'p, lekin mijoz yo'q. Mana bunday qilib bitta yo'l aytamiz. Mana shunday qilib biz yo'llardan birini aytamiz Reelsda. Shuning uchun Reelslar hech qachon butun bilim bermaydi. Targetni yoqishdan oldin mana tekshiring va hokazo. Yoki karusel qilishimiz mumkin Instagramda. Instagram sotuvining 7 ta xatosi. Ekspert videoni qanday sotuvga olib borish mumkin? Ekspert video nega qilinadi? O'zi maqsad sotuv bo'lganda qilinadi ekspert video. Ekspertligimizni bildirib, biz o'sha mahsulotimizni yoki xizmatimizni sotishimiz kerak. Masalan, Instagramda sotuv yo'qligining 5 ta sababini tushuntirdim deb aytamiz va eng oxirida aytamiz. Agar siz ham Instagramingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz yoki Instagramingizni professional tahlil qildirmoqchi bo'lsangiz, direct message ga masalan audit so'zini yozing yoki direct message ga plus yozing va hokazo. Auditoriya bizdan foydali ma'lumot oladi. При этом bu odam auditoriyamizda bu odam da professional ekan, bu yaxshi fikr bildirar ekan degan xulosa beradi va albatta auditoriyamizda bizga nisbatan ishonch oshadi. Sizning bilimingiz har doim kontent bo'lishi mumkin. Kontentingizni ekspertlik darajasigacha yetkazish kerak faqat. Ekspertligingiz bu ishonch beradi auditoriyani ishonchini va ishonch esa har doim biznes aktiv sifatida ishlaydi. Xo'p, bugun sizga topshiriq berishim mumkin. Bilimni to'g'ri formatlash va doimiylikka rioya qilgan holda strategiya tuzishdi. Va ekspertlikni har doim kamera orqali ko'rsatish kerak. Ekspertlik bilan bo'lishib borish kerak. Albatta bu videoni saqlab qo'ying. SMM bilan shug'ullanadigan do'stlaringizga jo'nating va ekspert video keyingi darsligi chiqishini xohlasangiz direct message ga plus qoldirib keting. Sog' bo'ling.